بسم الله الرحمن الرحيم. Do'stim, senga bir taklifim bor. Hayol kuchingni yig'ib dunyoga bir onda kelganingni faraz qil. Atrofing tamoman issiz, kimsasiz bo'lsin. Sendan boshqa hech kimsa bo'lmasin yoningda. Sen taajjub ichida nima qilishingni bilmay hayron bo'lib turgan paytingda birdan yer yorilsin-da, u yerdan bir daraxt o'sib chiqsin. Tezda katta bo'lsin, soyasida biroz dam ol. So'ngra meva pisha boshlasin shoxlarida. Ularni uzib yegin. Keyin bir hayvon sekinasida yoningga kelsin, uni sog'ib sutini ich. Atrofni shunchaki bir kezmoqchi bo'l, uzoqdan boshqa bir to'rt oyoqli kelsin va yoningga tursin, uni minginda bir muddat sayr qil. Endi senga savol. Bu ishlarning barchasini hech ajablanmasdan, tabiiy, oddiy qarshilab, hech bir his tuyg'usiz qabul qila olasanmi? Nima bo'lyapti o'zi deb so'ramaysanmi o'zingdan? Shoirning ifodasi bilan men kimman va bu holat nimaning nimasi demaysanmi? Qalbing hayajonlanmaydimi? Bu barcha ehsonlar evaziga kimga, qanday tashakkur etishingni so'rab o'rganish sening eng katta vazifang bo'lmaydimi? Endi boshqa bir sahnani faraz qil. Sen yolg'iz emassan. Atrofingda minglab, yuz minglab va nihoyat bugungi dunyo aholisicha insonlar qurshagan. Senga xizmat qiladigan o'simlik va hayvonlarning soni va turi ham ko'p. Kunimizdagi o'simlik va hayvonot dunyosi hammasi xizmatda. Va o'zingdan so'ra, nima o'zgardi? Yolg'iz ekanimda his qilganim hayajonni, taajjubni ichimda saqlaganim tashakkur orzuyini endi nega his qila olmayapman? Aslida hayratim yana ham ortishi kerak emasmidi? Bu olomon, bu yuksak binolar, bu shovqinlar, bu tirikchilik g'avg'olari mening tushunchamga parda bo'lmayaptimikan? Ha, haqiqatni izlagan yosh birodarim, ozgina diqqat e'tibor bilan darrov anglaysanki, bir jihati bilan jamiyat hayoti ichida bo'lgan va ko'pgina ehtiyojlarini u orqali ta'minlayotgan inson boshqa bir jihati bilan hayotini yolg'iz o'zi yashamoqda, umrini yolg'iz o'zigina o'tkazmoqda. Bu dunyoga u yolg'iz kelgan, tug'ilish iztirobini yolg'iz tortgan, dunyoga keliboq yolg'iz o'zi yig'lay boshlagan. Ana shu inson o'zining ich olamida umri bo'yicha yolg'iz yashaydi. Oxirida qabrga yolg'iz kiradi. Oxiratda mahshar maydoniga chiqar ekan, bir jihatdan yolg'iz bo'ladi. Barcha kabi u ham umrining hisobini yolg'iz o'zi beradi. Inson bu dunyoga ilk qadamini uyida tashlaydi. O'ziga xos bir olam va bir uyi topganlik huzuri bilan sutini emadi va beshigida bir o'zi uxlaydi. Yura boshlashi bilan uyining xonalarida, biroz katta bo'lsa mahalla ko'chalarida, yana keyinroq do'kon bozorlarda keza boshlaydi. Yolg'iz o'zi uxlaydi. Tushini yolg'iz ko'radi va yolg'iz uyg'onadi. Tushida ba'zi kimsalar bilan ko'rishishi, uyg'oqligida do'stlari bilan aylanib yurishlari ham uning yolg'izligini ketkaza olmaydi. Dasturxonda bir oila bo'lib birgalikda ovqatlanadi, ammo har kim o'z qornini o'zi to'yg'azadi. O'z kuchiga ko'ra ishlaydi, o'zi xizmat qiladi. Darhaqiqat, inson yaratilishining taqozosi o'laroq jamiyat hayotiga kirish kerak. Ko'pgina ehtiyojlarini ta'minlashi lozim, ammo ko'pchilik ichida o'zini yo'qotmasligi darkor. Va atrofidagi bu insonlar birin-ketin qabrga kirajaklarini, bugun dunyoga kelgan chaqaloqlarni ham qo'shganda 100 yil keyin shu ondagi 5-6 milliard aholidan deyarli hech biri yer yuzida qolmasligini juda yaxshi bilish kerak. Yolg'iz dunyoga kelgan inson qabrga ham yolg'iz o'laroq ko'chadi. O'lim bilan olishayotganda bir necha yaqinidan boshqa barcha milliardlab inson hayotlarini yashashda va o'z kayfu safolarini surishda davom etaveradi. Shunday ekan, endi sen bu g'ala-g'ovurdan, bu olamonlardan hayolan ayril, yolg'izligingga qayt. Vujudingda vazifasini ado etayotgan a'zolariga boq. Hech qaysisi vazifasini o'zi zimmasiga xohlab olmagan. Shunga qaramay har biri o'z vazifasining boshida.
boshqa a'zolardan, hatto o'zidan ham xabarsiz holda vazifasini ziyraklik bilan bajarmoqda. Sen esa ularni o'z holiga tashlab qo'yib, tashqaridagi narsalar bilan shug'ullanyapsan, o'qiyapsan, o'ylayapsan yoki sayr qilyapsan yoxud kulyapsan. Dunyoga kelishingni esla. U kelishing universitetga kirish uchun yurtingdan chiqib bu shaharga kelishingga hech o'xshamaydimi? Kim ekaningni, kimning bachadonida oziqlanishingni, kimning uyiga borishingni o'zing bilarmiding? Onang va otang ham seni bu diyorga chaqirishgan emasdi. To tug'ilgan oningga qadar har ikkisi ham seni tanishmas edi. Bir yangi mehmonni kutishayotgan edilar, ammo kim keladi? O'g'ilmi, qizmi, sariqmi yoki qorachidan kelganmi? Oriqmi yoki do'mboqmi? Bulardan birortasini bilishmas edi. U holda seni bu diyorga kim va nima uchun yubordi? Shu yer kurrasi seni va sen kabi milliardlab insonni yelkasiga ortmoqlab qayoqqa ketmoqda? Bu kemaning va ichidagilarning egasi kim? Har kuni 100 minglab yo'lovchini oladi va yana 100 minglarchasi uni tark etadi. Kemaga minganlar qayerdan kelishyapti? Kemadan tushganlar qayerga ketishyapti? Shu qabr tunnelining narigi tarafi qaysi diyorga chiqadi? Ha, bular har bir insonning boshida bor savollardir. Javoblarni topishga intilish esa haqiqatga erishishning va huzur halovat topishning ilk odamidir. Lekin ko'rgulikni qaraki, insonlarning bu mavzudagi tushunchalari va harakatlari bir-biriga unchalik muvofiq kelmaydi. Bir toifa inson bu savollarga shaxsiy izohlarni keltiradi, yoxud yanglish biror izohning ketidan ergashib, uning da'volarini takrorlab yuraveradi. Har qanday oyna narsalarni ters ko'rsatgani kabi, yanglish fikrlar bilan sug'orilgan, ularning zehnlari ham haqiqatlarni to'g'ri qayd eta olmaydi. Bu ters manzaraga ko'nika nihoyat boshqalar butunlay yanglish fikrlayapti deb tom ma'noda ishona boshlaydi. Ammo bu fikrlar ularning vijdonini qoniqtirmaydi. Natijada yana o'zlarini bu koinot cho'llarida kimsasiz bir bechoradek ko'rishda davom etaveradi. Yagona sohiblari egalari borligini bilishning huzurini tota olmaydi, zavqiga erisha olmaydi. Aql va vijdonlari ularni doimo bezovta qiladi. Ruhlardagi qo'rquv va iztirob hech tinmaydi, sokinlashmaydi. Ba'zilar esa bunday savollar bilan hech ham qiziqmaydi, aql va vijdonning qiynoqlariga hech parvo qilmaydi. Kim nima desa desin, ular o'z bilganini qiladi. Kayf savo va ko'ngil xushliklar bilan, kunlik mishmishlar va g'iybatlar, natijasiz bahs munozara va tortishishlar bilan umrini o'tkazadi. Bular o'zlaricha to'yishning yo'li ochlikni o'ylamaslikda deb shunga rioya etadi. Ammo bu o'tkinchi va o'rinsiz usul ham ruhni aslo qondira olmaydi. Bundaylar boshlariga ozgina bir musibat kelsa, darrov qaltirab, salgina iztirobdan darhol eziladi. Go'yoki biroz bosh qotirsa bu hayot bilan, bu olam bilan, o'lim va o'limning narigi tarafi bilan qiziqsa, huzurlari yo'qoladigandek. O'zlarini aldab yashashga jon kuydirayotgan bu toifa odamlar bir yerga to'plansa go'yoki bir maktab tashkil qiladilar. Parvo qilma, sen ham hamma kabi odamsan-da, o'zingni qiynama deydilar. Tezligi soatiga 100 ming kilometrdan ham ortiq bo'lgan yer kurrasi ustida qayerga ketayotganlarni o'ylamasdan yashab, buni bir falsafa, bir ishonch o'laroq o'zlashtiradilar. Ularning yashash falsafasini birontasi tanqid qila ko'rsin, sen bu zamonning odami emasmisan? Qaysi asrda yashayapsan o'zi? Kabi so'zlar bilan uni mensimay, nazar pisand qilmay qo'yadilar. Haqiqatni mazah aralash ifodalar bilan shovqini yordamida bo'g'ishga harakat qiladilar. O'zlarini shunday qilib ovutib yuradilar. Hech o'ylamaydilarki, o'zgaradigan faqatgina davr va uning ichida suzib yurgan insonlardir. Yer o'sha qonunlar ila faoliyatini davom ettirmoqda. Yaproq o'sha yashil, qor o'sha oq, arslon o'sha vahshiy, qo'y o'sha munis, itoatlidir. Fan va san'atdagi rivojlanish, afsuski asrimiz insoniga o'zligini unuttirdi. Holbuki fan naqadar taraqqiy etsin, insonni inson qiladigan qadriyatlar, fazilatlar o'zgarmasligi, o'sha o'rinlarini saqlab qolishi lozim edi. Axloqli odam har asrda maqbul, manzur, iffatsiz kimsa har davrda yomon, noma'qul hisoblanish kerak edi. Nimagadir bunday baholanmadi. Fan va ilmiy taraqqiyot bilan axloqiy cho'kish o'rtasida go'yoki bir mutanosiblik borligi makkorona, pismiqona talqin etildi va etilmoqda.
va bugungi kunda sanoat va fanda ilg'or, ammo axloqan tuban g'arb insonini fazilat o'rniga o'laroq qabul etuvchi yoshlar ham paydo bo'ldi. Uchinchi bir toifa insonlar ham borki, ular mazkur savollarning javobini topishga intiladi. O'qiydi, o'ylaydi, fikr qiladi, o'rganadi, so'rab surishtiradi va nihoyat anglaydiki, insonlar ham g'oyasiz emas, bu olam ham egasiz emas. Har borliq bir taqdirning rejasi va bir qudratning ijodi bilan vujudga kelmoqda. Quyoshning chiqishi va botishi kabi har jonlining dunyoga kelishi va undan ko'chishi ham mukammal bir nizom, nihoyasiz bir ilm bilan bo'lmoqda. Quyosh ham bir qudratga doir, oy ham, yulduzlar ham. Inson ham bir nizomga tobe, bulbullar ham, gullar ham. Barcha bu kelayotganlarni bir keltiruvchi va butun bu ketayotganlarni bir jo'natuvchi bor. Yulduzlarni o'rnatgan, sayyoralarni aylantiradigan, insonlarni kezdiradigan, baliqlarni suzdiradigan faqat o'sha ilm va qudrat, iroda va hikmat egasidir. Sen, ey do'stim, shu uchinchi toifaning a'zosisan. Chunki o'ylayapsan, izlayapsan va so'rayapsan. Buni bir fursat bil va undan unumli foydalanishga intil. O'tkinchi, aldamchi va ko'pi samimiyatsiz bo'lgan iltifotlarda bo'g'ilma. Bir nutfa sifatida boshlanib, murda sifatida nihoyalanuvchi bu dunyo hayotida bir yo'lovchi kabi, bu mehmonxonada bir musofir kabi umr o'tkaz. Faqat buguningnigina o'ylashni tashlab, umringdan samarali foydalanishga urin. Shu qisqagina umring davomida insonlarga yordamlash. Ishla, harakat qil, qozonib sarfla. Ish top, turmush qur, keksayib qarilik gashtini sur. Biroq unutmaginki, sen bu dunyoga na turmush qurgani va na qarilik gashtini surgani va na o'lgani kelgansan. Bir nuqtaga qisqagina ishorat qilib, ushbu xitobimni tugatmoqchiman. Haqiqatni topmoqchi bo'lsang, muhitning ta'siridan o'zingni qutqarmog'ing kerak. Jamiyatni haqiqatning yagona o'lchovi deb o'ylash xato. Ko'pchilikka ergashish insonni har doim ham haqiqatga olib boravermaydi. Haqiqat nima bo'lsa shudir. Shaxs ham, jamiyat ham faqat unga ergashmoq bilangina haqiqatgo'y bo'ladilar. Boshqacha aytganda, haqiqat jamiyatga yoki shaxsga tobe emas. Atrofingga shunday bir ko'z tashla. Jonsiz borliqlar jonlilardan ko'p. Shunday emasmi? Ammo mo'jizaviylikda butun jonsizlar olami birgina chumolning bittagina oyog'ichalik bo'la olmaydi. Jonlilar olamida ham hayvonlar insonlardan bir necha bor ko'p, ammo butun hayvonlarni bir yerga to'plasang, bir bolaga teng kela oladimi? Insonlar orasida johillar, omilar olimlardan ko'p, lekin minglab johil bir olim bilan barobarmi? Shunday ekan, sen ham ko'pchilikka ergashish falsafasini bir tarafga ot. Haqiqatni topishga intil. Uni topganing on etaklariga yopish va aslo ayrilma. Bugungi kun. Hech shak shubha yo'qki, hozirgi kunda atrof muhitni muhofaza qilish muammosi asrimizning eng muhim muammolaridan biri bo'lib turibdi. Bu muammo o'zining insoniyatga keltirishi mumkin bo'lgan yomon oqibatlari bo'yicha yadro halokatidan ham kam emas. Albatta, texnologiya sohasidagi taraqqiyot, yangi energiya manbalarining kashf etilishi, yangi ma'danlar va kimyoviy moddalarning paydo bo'lishi, oqibatini o'ylamay tabiatdagi jarayonlarga aralashuv kabi holatlar barchasi atrof muhitni muhofaza qilish borasida nihoyatda tashvishli vaziyatni vujudga keltirdi. Tabiiyki, tabiatni muhofaza qilish muammosi butun olamdagi 100 millionlab musulmonlarni ham, islom ulamolarini ham tashvishga solmoqda va ular bu muammolarni hal qilishda Qur'oni Karim oyatlariga va islom ta'limotlariga murojaat qilmoqdalar. Har bir musulmonga ma'lumki, Alloh taborak va taolo olamni ajoyib aniqlik va o'zaro bog'liq hamda undagi maxluqotlarni, xususiyatlari, sifatlari, tarkiblari va adadlarini nihoyatda go'zal va hikmatli qilib yaratgan. Har bir maxluq o'zining betakror tartibiga ega. Hamma narsalar Alloh taolo tomonidan ularning o'ziga xos zamon va makonda hamda tartib va holatda xalq qilingandir. Bu haqda Qur'oni Karimda juda ko'p oyatlar kelgan. Jumladan Qamar surasida Alloh taolo shunday marhamat qiladi: Albatta biz barcha narsalarni o'lchov bilan xalq qildik. 49-oyat. Furqon surasida esa u hamma narsani xalq qildi va o'lchovni joyiga keltirdi deydi. 2-oyat. Boshqacha qilib aytganda, dunyodagi har bir narsa, suv ham, yer ham, havo ham, tog' ham, hayvonot ham, nabotat ham Alloh taolo tomonidan o'lchov bilan va bir-biriga bog'liq qilib yaratilgan.
Agar bu bog'lanish biroz bo'lsa ham buzilsa, inson uchun qator muammolar kelib chiqadi. Hatto tabiatni muhofazasida halokatgacha borib yetadi. Ana shu narsa ham ma'lumki, Alloh xalq qilgan bu ajoyib olam insonga musahhar qilib berilgandir. Inson esa yer yuzida Allohning xalifasi hisoblanadi. Alloh taolo insonni ulug'lab, uni o'zining xalifasi qilish bilan birga uni sinash va imtihon etishni ham iroda qilgan. Shuning uchun ham islom dini nuqtai nazarida inson Allohning huzurida o'zining barcha amallariga javobgardir. Bu javobgarlik insonga berilgan oliy huquqlar Alloh taolo bergan imtiyozlardan kelib chiqadi. Insonga bu muborak huquq va imtiyozlarni berish bilan birga Alloh unga vahiy yuborib, mazkur ne'mat va xayrotlardan o'zi uchun va o'zgalar uchun qandoq manfaatlar olishni ta'lim bergan. Alloh insonni dunyoni asrashga, Allohning ne'matlaridan manfaat olishga, ularni halok etmaslikka, yaxshilik yo'lida ishlatish va yomonlikka ishlatmaslikka buyurgan. Ahro surasida isloh etilgan yer yuzida fasod ishlarini qilmang deyiladi. 56-oyat. Bu oyat karimadan bilinadiki, Alloh taolo yer yuzini xalq qilib, uni inson uchun yaxshi hayot o'tkazishga barcha sharoitlar bor holatga keltirgan. Suvlar va tog'lar, hayvonotlar va nabototlar, moddiy va ma'naviy xayrotlar barchasi mavjud. Inson esa mazkur ne'matlarni qadrlab, asrab-avaylab, ularga zarar yetkazmasdan, ulardan Alloh taolo xalq qilgan tabiiy muvozanatni va jipslikni buzmasdan foydalanmoq lozim. Hozirgi kunda biz Alloh yaratgan muvozanatni insonning noto'g'ri aralashuvi tufayli buzilgani oqibatida tabiiy holatni muhofaza qilishdagi ko'plab muammolarning kelib chiqqaniga guvoh bo'lib turibmiz. Shuning uchun ham har bir dindor dunyoni Alloh taolo qandoq xalq qilgan bo'lsa, shundoqligicha saqlab qolishi uchun kurashmoq lozim. Qur'oni Karim yer yuzida fasod kelib chiqishining asosiy sababi odamlarning kasbi ekanligini Rum surasida quyidagicha bayon etadi. Yer yuzida odamlar qo'li bilan qilgan ishlar tufayli fasod zohir bo'ldi. O'zlari qilgan ba'zi ishlarning oqibatini tatib qo'yish uchun shoyatki bu ishlardan qaytsalar. Bu oyatda Alloh taolo yer yuzidagi baxtsizlik va noxushliklar odamlarning faoliyatlari bilan bog'liq ravishda zohir bo'lishini bayon qiladi. Ularning qalb va fikrlari nopok bo'lsa, qilgan ishlari oqibat halokatli bo'lajak. Lekin bu fasodning yomon oqibatlari insonning o'ziga ko'rinadi. Shuning uchun ham Alloh taolo mazkur oyatda o'zlari qilgan ba'zi ishlarning oqibatini tatib qo'yish uchun deydi. Shu bilan birga Allohning rahmati buyuk, u zot o'z bandalariga mehribon bo'lganidan ularga o'z vaqtida tavba qilib, to'g'ri yo'lga tushib olishga imkon berdi. Shuning uchun ham oyatning so'ngida shoyatki bu ishlardan qaytsalar deyilgan. Insonning bu dunyodagi mas'uliyat haqida ko'pgina hadis shariflar ham vorid bo'lgan. Ulardan birida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sizlarning har biringiz roidirsizlar va har biringiz Alloh yaratgan narsalarni halok etib, yo'q qilayotganlarni esa islom fasodchilar deb ataydi. Bu haqda Baqara surasida u burilib yer yuzida yursa fasod uchun, ekinlar va nasllarni halok qilish uchun yuradi. Alloh esa fasodni xush ko'rmaydi deydi. Bu oyat karimadagi al-harsdan murod o'simliklar, al-nasldan murod esa hayvonlardir. Bu ikki olam, o'simliklar olami va hayvonotlar olami islomda inson uchun eng zarur bo'lgan narsalar hisoblanadi. Kimki bularga zarar yetkazsa, insoniyatga zarar yetkazgan bo'ladi. Islom dini doim iymonli insonlarni jonivorlarga zarar yetkazmaslikka, hayvonot olamiga mehribon bo'lishga chaqiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yuziga tamg'a bosilgan bir eshak yonidan o'ta turib, kim bu ishni qilgan bo'lsa, unga Allohning la'nati bo'lsin. Men bunday ishni man qilgan edim-ku deganlar aytiladi. Boshqa bir hadisda esa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan safar qilardilar. Musulmonlardan biri bir qarg'a uyasidan ikkita qarg'aning bolasini oldi. Ona qarg'a esa payg'ambar alayhisalom va sahobalar ustidan uchib o'ta boshladi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim unga zarar yetkazdi, bolalarni joyiga qo'ysin deganlari zikr etilgan. Ko'rinib turibdiki, islom hayvonlarning barchasiga alohida mehribonlik bilan yondashadi. Islom hayvonlarni maqsadsiz o'ldirishlikni katta gunoh hisoblab, qat'iyan man qiladi. Chunki Alloh hayvonlarni insonlar foydasi uchun yaratgan. Alloh yaratgan jonivorlarni behuda o'ldirish gunohdir. Uning ne'matlariga nisbatan nonko'rlikdir. Imom Nasai Ash-Shurayda radhiyallohu anhudan qilgan rivoyatda men payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan biron kishi chumchuqni sababsiz o'ldirsa qiyomat kuni Allohga: "Ey Parvardigorim, bu kishi meni nohaq o'ldirdi. Bundan unga hech qanday foyda yo'q edi" deb shikoyat qiladi deganini eshitdim deyilgan.
Islomdagi hayvonlarga mehribonlik va yaxshi munosabat faqat ulardan insonlarga tegadigan manfaat bilan bog'liq emas, balki musulmonlar barcha hayvonot olamiga, hatto inson ulardan bu dunyoda hech qanday manfaat kutmasa ham yaxshi munosabatda bo'lishga buyurilgan. Muslim kishi jonivorlarga mehribon bo'lishligi dinda qoida shaklida keltiriladi. Hayvonlarga mehr shafqatli bo'lishlik bilan musulmon inson jannatning oliy martabalariga sazovor bo'ladi. Bu haqda ko'pgina hadislar bor. Imom Buxoriy va Imom Muslim buyuk sahobalardan biri Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qiladilar. Bir kishi yo'lda juda ham chanqadi. U bir quduq izlab topdi. Unga tushib chanqog'ini qondirib chiqdi. Shu vaqt tashnalikdan nam tuproqni yalayotgan bir itni ko'rdi. It ham men kabi chanqabdi deb o'ylab, u kishi yana quduqqa tushdi va oyoq kiyimida suv olib chiqib itni sug'ordi. Alloh uning gunohlarini kechirdi dedilar. Sahobalar u zotdan: "Ey Allohning rasuli, hayvonlardan biz uchun ajr bormi?" deb so'radilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam: "Har bir jonlikda shunday ajr bor" deb javob qildilar. Aksincha, kimki hayvonlarga jabr zulm o'tkazsa, ularga azob bersa, ularni u dunyoda qattiq jazo va uqubatlar kutadi deb ta'kidlanadi. Imom Buxoriy Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir ayol mushukni bog'lab qo'yib, unga o'lgunga qadar ichimlik ham ovqat ham bermadi. Yer yuzidan ovqat topib yeyishi uchun qo'yib ham yubormagani uchun jahannam azobiga duchor bo'ldi deganlar. Hissiyot olami. She'riyat bo'stonida axtarganlarimiz dardli satrlar bo'ldi. Bugungi kunimizni sharhlab beradigan satrlar islom ahliga yetarlicha dashnom bo'lib yangrasa ajab emas. Bir tinglab ko'ring. Chekib tinmayin uflab, g'azab qilsamda bo'ron yo'q. So'zim tobora keskirdir, qilar korimda suron yo'q. Ziyoda bag'ri kenglikdan ichimga sig'magay qil ham, bu tuproqda sanoqsiz el, bor shavkatli turon yo'q. Inonsam so'zlariga bu jahonda qolmagan kofir, hamma elning qo'lida bor, dilida vohki Qur'on yo'q. 30 yil qadam qo'ydim, ajal sori yaqinlashdim, dilim ravshanligini ko'rsam, deyarman bundayin oni yo'q. G'anim raftorli do'stlar bor, g'animlar do'stga o'xshaydir, nadur holing demoqlikka g'arazsiz bir musulmon yo'q. Ulug' kunda ulug'vorlik bilan holingni so'rmasmi, seningdek bu zaif xalqdan mehr kutguvchi nodon yo'q. Bugungi kunda zaiflik ummoniga g'arq bo'lgan xalqning farzandlari tarix sahifalarini o'zlarining qahramonliklari bilan to'ldirishgani aniq. Umidimiz bor, yaqin kunlar ichida Imom Buxoriy va Termiziylar o'lkasi aslini eslaydi. Allohu akbar nidosi sayyoramizning har burchida jaranglash yo'lida millatdoshlarimiz ham o'z hissalarini qo'shishadi. Bu yo'lga kirgan yurtdoshlarimizga Allohning behisob ajr va mukofotlari muborak bo'lsin. Allohdan barchamizga ofiyat so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.